Savsavning Dongjuani qasdlash plani. Yaxshimisizlar do'stlar? Unda bo'lsa biz 3 podshohlikni yana boshlab ketdik. Endi shu Savsav bilan Dongjuo nihoyat yaxshi. Savsav Dongjuoning ishonchiga erishib ketayotgan shu mezgillarda Wang Yun barliq o'rda ahkomlarni uyiga yig'di. O'zining tug'ilgan kunini sabab qilib turib, o'zining eng ishonchli, eng yaqin ko'ni podshohninki, ya'ni podshohlikdagi ishonchli vazirlarni o'zining uyiga yig'di. Amaliyotda uning tug'ilgan kuni emas. Maqsad nima desa, shu o'rda ahkomlarni yig'ib, hozir bo'layotgan masala ustida suhbatlashish, maslahatlashish. Endi bu so'ringa Savsav chaqirmasini berib oladi. Hech kim chaqirmasin buni berib oldi, bu undan xabar deb. Shuning bilan bu yerda hamda Wang Yunmi bir vazir, bu Savsavmi bir shu vaqtlardagi vazir bo'lgandan keyin buni hamda katta qo'lib o'tishga amal qilolmay shuning bilan bo'pti. Unga o'rin berildi deb, ham ishik turdan bir o'rin berdi. Shuning bilan ziyofat boshlanib, o'ttirga vaqtda Wang Yun o'zininki shu ziyofatga chaqirish maqsadida edi. Hozir shundoq podshohligimiz jafoli qoldi. Hamma huquq Dongjuoning qo'l ostiga kirib ketdi. Bu podshohni o'zak qilgandan so'ng podshohningki onasi Xonish Malika shu o'rdadagi banolarni oyoq osti qilib ketdi. O'rdaninki ahkomlarini buzdi. Bak bo'lmaydigan ishlarni qildi deb so'zlagandan keyin shundan bilan bu yerdagi vazirlar hammamiz yig'lashib boshladi. Yig'ilgandan keyin Savsav qarab etib kuldi. Qaqoqlab kulgandan keyin hammalar to'xtab qoldi. Nima ish qilsa deb, nihoyat zahar bilan qaraydi. Chunki nima desa, Savsavning Dongjuoga yaqinlashib ketganligini ko'rib, hammalar buni o'shib ketgan. Zaharli ko'zi bilan qaraydi. Hammalar buni urib chiqarib etdilar. Qo'g'lib etdilar bu yerda degandan keyin shundan Savsav bu yerda so'zlab qoldi. Mushunda yig'labsizlar, tong'atqich yig'ilsanglarmi, Dongjuo o'lmaydi. Ammo mening bir planim bor. Dongjuoni men qasab o'ldirib o'taman degandan keyin shunlar hammalar cho'chib ketdi bu yerda. Ajab bir gapni qildi bu deb. Endi mushu gap Dongjuoning qo'liga yetib qilib, hammalar bu yerda beshimizga ishkanmisin deb qo'rqdi. Shuning bilan bu yerda hammalar besib turib qo'ygan. Sharab qilinglar. Savsav siz meni bilan keling deb uyining orqasiga o'tib, bular o'zaro fikrlashdi. Sizning boy degan gapingiz rostmi? Ajab bu, siz Dongjuoni qaslayman degan gapni qildingiz-ku degandan keyin shuning bilan Savsavni o'zini oshkorlaydi. Mening burundulla Dongjuoni qaslash planim bor. Men shu Dongjuoni bevosita bizning kuchimizga tayinib, uni o'tdagil bo'lmaydiganligini ko'zim yetib, bilib yetib, cho'qim bunga yiqilishib, bunga tuydirmay zarba berish. Ya'ni buni tuydirmay turib qaslab o'tish orqali buni yo'qotalaydiganligimizni his qilib, men bunga yiqinlashgan. Sizlar hammalar meni xato tushunib qoldinglar degandan keyin Wang Yunmi bu yerda bundan kechirim so'raydi. Sizni xato tushunib qolibmiz. Agar siz deganingiz bo'yicha Dongjuoni qaslaydigan ish bo'lsa, hamma nom shuhratni sizga beriladi. Hammamiz sizga tizlansak mayli. Biz sizdan shunchalik xo'shib ketmaymiz degandan keyin Savsav shuni bilan chatoq yo'q, men buni qila olaman. Ammo men sizdan bir narsani so'rab keldim bugun. Deydi. Nima lozim sizga degandan keyin sizning uyingizda 7 yulduzli xanjar degan bir xanjar bor ekan, nihoyat angushtar. Bak o'tkir deydi. Shuni bersangiz, men Dongjuoni qaslagan vaqtda agar temir soat kiyib olgan bo'lsam, men uni o'tkizib kesadiganlar, sizning xanjaringiz bo'lsa yaxshi. Buningga degandan keyin shundan bilan Wang Yunmi buni qo'shilib xanjarni berdi. Amaliyotda Savsavninki bu xanjarni so'rishdagi maqsad ul emas. Faqat uningki nihoyat itlik, ya'ni temirni kesib o'tadigan iqtidorini bilganligi uchun uni so'rmagan. Savsavninki eng cho'ng bu yerda ikki maqsadi bor. Birinchi maqsad nima degan vaqtda albatta Dongjuoning yiniga kirgandan keyin buning plani, asli plani shu angushtar pichoqni, ya'ni shamsharni Dongjuoga so'q qilish. Ya'ni Dongjuoga so'q qildim degan nomda uni uyiga kirib, Dongjuo diqqat qilmagan fursatdan foydalanib xanjarni chiqariblar, buni qaslab o'tish. Demak, bu yerda odatdagi xanjar bo'lib qolsa, ammo Dongjuoning yiniga kirib, sizga odatdagi xanjarni inom qilib kirdim yoki sizga
soğuk kıl kirdim degil olmaydı. Çoğun bu yerda engüşler buluş gerek. Engüşler bolsa onu soğuksa bu yerda andikin bu to'g'ri bo'ladi da bu yerdagi logika. Birinchi maqsad shu. Ikkinchi maqsad nima degan vaqtda Wang Yunni bu patqoqqa tortib akirish. Chunki Wang Yun degan o'rnida amaldorlarning ichida eng chong o'rinda turdi. Ya'ni ko'na amaldorlarninki, vazirlarning ichida buni yip o'tidi hammasiga. Amaliy kuchim borda. Am bu Wang Yunni tortib akirish orqali nima ish qildi desa, o'zining omonligini qo'g'daydi. Agar uninki qaslishi haqiqatan muvaffaqiyatli bo'lib, Dongjuani qaslab etsa, Wang Yun buni qutqizib olish mumkin. Chunki bu ishqa Wang Yun aralashdi. İkisi bir qiyiqdagi odamlarga aylandi-da. Wang Yunninki qilichi, demak, Sav bergandan yordam qilgandan demak, ikkisi bir qiyiqdagi odam bo'lgandan keyin Sav qaslashni muvaffaqiyatli qilib bo'lgandan keyin buning nurg'un lashkar sonig'onlar bor. Qochib chiqish kerak-da Dongjuanning endi. Uning o'rdasidan, uyidan. Shunga Wang Yunni bu yerga tortib akirsa, o'zi bilan bir qo'lvoq chiqarib olsa, buni qutqizib chiqadi. Hem keyin bunga nom berilgan, amal berilgan ish bo'lib qolsa-mu, Wang Yun bunga ega bo'lib qilib berdi. Agar buni qasliyanmay qilib qilib yoki plan amalga oshmay, agar qachonlab qilib qolsa, qochib ketib qolib qolsa, albatta bu tutilib qolsa, Wang Yunni oshkorlab qo'yishidan ansirab, Wang Yun buni qanot ostiga ilib, buni qo'yib etishi, hatto yushirib qo'yish mumkin-da. Demak, Sav mushularni plan qilib turib, mushlarni o'ylab turib, Wang Yunning yeniga berib, eng güçlü 7 yulduzli xanjarni so'raydi. So'ragandan keyin bu xanjarni Wang Yun unga berdi. Shuni bilan elib uyga ketib, qandoq qilsam bo'ladi degan planga bu Sav tushdi. Demak, Savninki plani mana mushundoq. Bu hamda kinoda uchuq oshkorlanmaganda. Unda bo'lsa Savninki planlar ustida shunchalik to'xtalib turli. Do'stlar, film yaragan bo'lsa, yuraklarni berib qo'yinglar. Aslik inkas rayoniga inkaslarni yozib qo'ying. Endi keyingi filmimizda biz nima so'zlaymiz degan vaqtda Savninki Dongjuani qaslash planininki mag'lub bo'lishi to'g'ri so'zlaymiz.